Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Max 2024 dasturi uchun Flow Generator pluginni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, kirib oladigan bo'lsak, biz hozir o'rnatmoqchi bo'lgan pluginimiz 2024 versiya uchun bo'ladi. Shu uchun 2024 Flow Generatorni olamiz. Xo'p, bu faylni qayerdan olamiz desangiz, biz Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Video pastda havola qoldiramiz. Havola orqali yetib olishlaringiz mumkin. Flow Generator 2024 pluginni biz nusxalab olamiz, kopировать qilib. Этот kompyuter diskga o'tamiz. Program Files, Autodesk, Max 2024 Plugins bo'limini topamiz. Pastga tushganimizda alfabet bo'yicha plugins bo'libdi. Hop. Продолжить. Flow Generatorni tashlab oldik. Endi biz Max 2024 ni ochamiz. Endi biz bunga pluginimizga Flow Generator pluginni beramiz. Fr bossangiz bizi chiqadi Flow Generator. Hop, e'tibor beramiz. Biz Flow Generator pluginni ishlatayotgan vaqtimizda u faqatgina tekst yuzaga beradi. Box shaklida yoki qanaqadir shakldagi yuza uchun Flow Generator ishlamaydi bizda. Max fayl Maxdan otib olishi mumkin. Shu tarafiga e'tibor bering. Hop, mana bu Flow Generatorimiz bizda ishlardi. Bu yerda biz nasturga qilsak bo'ladi. O'rtasida color weight va shunga o'xshash laqaqada. Yana bitta e'tibor beradigan jihati, bizda Flow Generator faqat Max 2024 uchun emas. Bu yerda 2013 dan boshlab 2022 Max'lar uchun mo'ljallangan. Hammasini ishlatilishi bir xil, tashlanish papkasi bir xil. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi va hech qanaqa xavfsizlik o'chirish shart emas. Xavfsizlik bilan bog'liq emas bu Flow Generator. Boshqa pluginlar ham shunday bo'ladi. Bu xavfsizlik tanlamaydi ular, xavfsizlik kerak emas. Ko'rib turganlaringizdek ishlash xuddi shunday bo'ladi. Kapel yoki shunga o'xshash ajab bo'lsa bo'ladi. Hamma tushundi degan umiddaman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.